Assalomu alaykum bizani kuzatib turgan barchaga. Bugun yana bir bog'imizdagi, yurtimizdagi yangi bir urug'siz kishmish navlardan yana biri dumaloq, shirin va kechpishar Sweet Globe uzum navi. Xudo xolasa bu nishona hosili birinchi yilgi hosil, endi biroz kichikroq bo'lgan. Inshaalloh bu yil yanada kattaroq hosillarni kutib qolamiz. Yirik, qarsildoq, zich uzum hisoblanadi. Kechpishar mavsumi uchun hisoblanadi bu nav. Po'stloqlari yupqa, og'izga uncha bilinmaydi. 100% kishmish nav bu ham. Xudo xolasa o'sishlari ham yomon emas, ajoyib. O'tgan yilgi payvand hisoblanadi bu. Bu Sweet Globe navimiz 12, 13, 14 grammgacha bo'ladi, xudo xolasa deb yozilgan. Inshaalloh buni ham pishdiki nishona hosillarni ko'rsatamiz. Bu ham bizning bog'imizdagi, yurtimizdagi yangi bir dumaloq, kechpishar uzum navlardan biri. Inshaalloh kanalimizni kuzatishni davom etinglar. Yanadan bundan ham zo'r yangi uzumlarni ko'rsatishni davom etamiz.